Buyuk Britaniyada o'qigansiz. O'sha paytda intervyulardan birida aytgansiz, 50% mi 60% kursdoshlaringiz xitoyliklar bo'lgan. Aynan katta zavodlarni egalarini bolalari. Shuni haqida bitta aytib bersangiz bolalarga. Menda Xitoy bo'yicha ikkita taassurot bo'lgan. Bittasi 22 yoshlarimda, 22 yosh edim. U magistraturadan oldin. Mendan katta akam 10 yosh katta, yo'q, 13 yosh kattalar mendan. Ular birinchi oilamizda biznes qilgan odamda. Yana o'sha qaytadigan bo'lsak, 90-yillarning boshida davlat Sovet ittifoqida faqat ish beruvchi davlat bo'lganda, yo vazirlik, yo idora, korxona bo'lsa ham davlat korxonasi bo'lgan. Mani akam o'shanda aytganligi, yo'q, menga bu qiziq emas, men biznes qilaman deb oilamizda birinchi chiqib ketganlar. Va yaxshi rivojlanib ketganlardan keyin, lekin til bilmasdilar, ingliz tilini. Men aytganmanki, aka, men sizga tarjimon bo'lib chet elga chiqsam maylimi deganimda, shu sumkalarni ko'tarib yurish, tarjima qilish, oddiy qanaqadir funksiyalar bilan borganman. Birinchi safarga chiqqanimiz Istanbul bo'lgan, keyin Xitoyga chiqqanmiz. Guangzhou degan shaharga borib qolganimizda shunaqangi katta exposition deydi, ya'ni ko'rgazmalarki haftalab yursangiz bo'ladi, oylab yursangiz bo'ladi. Bu menda ichkaridan intuitiv biznes imkoniyatlar shu yerda ko'p ekan degan xulosaga kelganman. Bu bir. Ikkinchi katta xulosa, 2005-2006 yil Buyuk Britaniyaga borganman. Orada 2 yil o'tyapti bor yo'g'i. Bu 2003-2004 bo'layotgan narsa. Xitoy Buyuk Britaniyaga borsam, endi biznesga o'qiganman va biznes yo'nalishida mana ko'pchiliginglar hali chet elga chiqqaninglarda ko'rasizlar. Finansga, ekonomikaga va biznesga kim o'qiydi degan savol. Hindistonliklar va Xitoyliklar. Menda fakultetda 50-60 ta odam bo'lgan bo'lsa, yarmidan ko'pi bu Xitoy, endi ular mamlakat yerda mainland China deydi, ya'ni bilasizlarmi nimaligini? Mainland China, ya'ni asosiy materikoviy Xitoy deydi. Tayvan bor, Gonkong bor. Shu ular Gonkongdagilarni sen Xitoylikmisan desam, yo'q, men Gonkonglikman deydi. Bo'lmasam, u ham Xitoy bir qismi hisoblanadi.